Bitta kusoga 25 mingdan sotiladigan iriska tortini endi atigi 30 minutda o'zingiz ham tayyorlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Ishimizni tuxum bilan shakarni oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olishdan boshlaymiz. Ketidan tort va razrixliteli bilan asalni qo'shib yana bir mikser qilib olamiz. Un bilan kakaoni albatta elakdan o'tkazib solishimiz shart. Bundan keyin ham bir xil massa bo'lguncha yaxshilab mikser qilib olamiz. Sizda ham xuddi shunaqa quyuqlikda bo'lishi kerak. Massani teng ikkiga bo'lib olamiz va duxovka listiga tekislab joylab olamiz. Oldindan qizib turgan 180 gradusli duxovkada 6 yoki 7 daqiqa davomida pishirib olamiz. Yana ham o'zingiz duxovkangizga qaraysiz. Korshlarni ikkiga bo'lib tekislab kesib olamiz va sovutishga qoldiramiz. Bu orada sariyog', sgusho'niy moloko bilan variyoniy molokoni mikser qilib kremini tayyorlab olamiz. Korsh krem qilib tortimizni yig'ib olamiz. Yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu orada tort va shokolad pastasini yaritib, ganajini tayyorlab olamiz. Ustini ganaj bilan qoplab, variyoniy moloko bilan ham bezatib olsak bo'ladi. Bu shunaqa ham yumshoq mayingina tort bo'ladiki, albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak. Yoqimli ishtaha.